chiqing. Sizga nechida keling dedim, ha? Nechi bo'ldi soat? Oyjon, kechiring. Onamning mazalari yo'q, bilasiz. Shunga ishlariga qarashib biroz kech qoldim. Mana qarang, siz erga tekkansiz. Erga tekkansiz. Bo'lmasa onangiz uyda o'tirsin edi, boshiga yostiq qilib. Chiqqan qiz chig'irg'idan nari. Sizga bola ham, er ham kerak emas ekan. Boring, kasal onangizga qarang. Oyjon, kechiring. Voy, Rahimani kelinimi? Dilnozaxon, Assalomu alaykum, xola. yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Nega ichkariga kirmayapsiz? Darvoza qulfmikin? Ha, uydagilar ko'chaga chiqib ketishgan ekan. Kalitni olish esimdan chiqib ketyapman. Unaqa bo'lsa, yuring menikiga choy ichib o'tirib turamiz. Yo'q, xola. Shu yerda kutganim yaxshi-da. Ha, mayli. Iya, Rahimani kelini hali o'tiribdimi bechora? Ertalab ketayotganimda o'tirgan edi. Voy bu Rahima-ey, yana eski qilig'ini qilganga o'xshaydi. Hech ko'zi ochilmadi. Yaxshi kelinini hech ham qadriga yetmadi-da. Hozir boraychi. Dilnozaxon, Assalomu alaykum, xola. voy bu nima o'tirish? Hali o'tiribsizmi? Menga qarang. Rostini ayting. Oyingiz yana eski qilig'ini qildimi? A? Yo'q. Hozir shoshmay turing. Rahima! Ha, Rahima! Ha, opoy. Rahima, bu nima qilganing? Nima qilganing? Kelin o'zimniki, xohlaganimni qilaman. Ha, xohlaganimni qilaman degin. Menga qara. Anovi kelining o'g'lingni alimentlarga berib, mip yurib, uchastkovoy chaqira oilangni sharmanda qilib, bolangni necha marta 15 sutkaga qamatdi, Ko'zing ochilmadimi? Nimaga shu bechorani qo'ymaysan? Ha, shugina bechora onasini ko'rgani borgan ekan. Shu bechorani onasi necha kunlik umri qolgan qaragan ekan. Shunga shunaqa qilasanmi? Vijdoning yo'qmi? Opoy vaqtida kelsin edi. Uyat senga. Uyat Rahima, uyat. Soching oqarganda qilgan ishingni qara. Kelin, oling narsalaringizni. Qani uyga kiringchi. Uyat. 3 ta bolasi bor. Uyalmaysanmi? Kiring. Sen yur, menikiga yur. Bir choy ichib gaplashaylik ikkalamiz.